Люблю. Спасибо. Haltaliman demaysizmi qiynalmay hozir qanaqa yo'q menda yuzimni artishdi, peeling qilishdi, pomadamni ham chala qo'ygan, ko'zimda tatuaj qildirganman ahmoqroq paytimda 10 yil qachon nechinchi yillardir 10 yil bo'lib qo'ygandir, juda yosh paytimda ketmay qo'ygan, shu uchun chizilganga o'xshab turadi. Boshqa hammasi tabiiy. Elizam aytmasa, aytmayman. Ertaga soat kechki payt 7ga chiqasan. Omillar qo'yamizlar. Agar bu joyga yetadigan bo'lsa, aytmoqchi bo'lsalar, shu to'g'rilashga olib ketadi-yu. Ertaga Mayli bizga to'g'ri kelib qolsa, o'g'irlab ketamiz debdi. Ilmni nima qilasiz? Nima o'zgaradi? Ilmni yoki nimaligimni? Ishim o'zgarmaydi. Yil bilan. Hozir aytadi-ku, 20 yoshlilar ham ilmni bilsa ham yaxshi ko'rib sevaman, bilaman, olaman deb yotibdi. Boshqa ishimiz yo'q bo'lib turgandi o'zi. O'shaning uchun turmasdan so'rayapsizlar. Nima o'zi ikki indamasdan yursam bo'ladi. Etikman. Olib kelaman. Vaqtidan bitta o'g'ri bor. Nega? Nima qo'yasiz? Tez tayyorlanib, shuni aytaman-da, ikkita uchta forma olaylik. Preparatsiya qilib chiqishda olaylik. Rajan sağ Tamam. Direktman Ajragan ko'chada qolmaydi. Sizga kim aytdi men erga ajdan tiragan ya bo'ladi? Erga tekkanmisiz oldin debdi. Charchamadingizmi? Charchamadim, qanaqadir bir qilinch bo'lib qolgandim. Hozir endi yaxshilashyapman. Habib aytdi bugungami? Bilmadim. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Конечно, мы вас не перевешим. Sabina. Sizga o'xshaysa, shunaqa bo'lib qoldim negadir. 30. Kunom eshitishni boshladi, o'shangan. Это я просто ей почему у нас так быстро все решилось. Я ей сказала, давайте лучше Характеристика решения. Yanında kimler var? Все. İşçiler. Конечно. Нет, вы для нее. Я знаю, что вы где-то с Аським там Okul merkezi işleydigan adamlar var yanındadır. Да, она просто не знает, что не Yaptan qoldi. Kim yaptan qoldi sizmi? Все, сейчас, секундочку, спасибо. Да, хорошо. Все, она издаем нам пишет, она проекта фотостудия, да сам же проекта фотосессия, когда нам надо было
To'g'risi bu gapga umuman tushunmadim. Bunday şeyler. Bugun va erkaklar kunida üçüncü el sahibiyle yani nima diyor? Erim demez. Bu ma'lum. Necha yillik? 2013 erkek yapısı böyle 2 yıl ödüllerle tabriklayman. Kliplarga ham tushirasizmi? Ha, tushib turaman. Çünkü şpris ama insulin şpris insulin O'tgan kungidek bir ikkita odamlar o'xshab kelib turasizlar. Masalan, qaysi klipga tushgansiz dedi. Bilmayman, men aniq reklama roliklarida tushib turaman, klip emas lekin. Men nima narsaga tushayotganimdan bilmayman, qandaydir harakatlar qilib bering, o'zimiz nima qilamiz yoki biron gap gapirib bering deydi. Gapirib bering bo'ldi. Shunaqa. Paparazzi diyor. Koyamamlar. Sen normal bir de bakacağız diyor. Taştazingiz rasmiyor apalarım. Kim? Chiqib ketdi, qaytib kirganini ko'rmadim lekin. Qaytib kirganini ko'rmadim, bilmadim. Tavsiya qilishim mumkin o'qimoqchi bo'lganlarga deydi. Opalar ham opam bilan turaman. Opam oilasi bilan shu yerda yashaydi. Ular bilan turaman. Bittigina. Buni qo'ying, oyoq kiyimni kiydingizmi bugun? Ha, kiydim. Esizda ekan-ku. Kiydim. Mana. Rosa yaxshi ko'rdim. Hozir qilib kiyib yuribman. O'zi ham вообще удобно ekan. Haqiqiy ko'ja. Qulay ekan. Ha, o'shanaqa. Zo'r ekan.
Salom, yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Moskva tinchmi? Ketaman demayapsizmi? Ketaman demayapsizmi? Ketaman-ku Indinga. Moskva go'zal deydi. Ana bo'lmasa. Lekin 5 kunga borib kelaman. Ko'pga emas. Sen tashlab ketasizmi yo qaytib kelaman? Ochsam Dubayda ochaman. Ko'rsataman sizlarga bo'lmasa.